Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rangli qush ishqibozlari, omonmisizlar, tinchmisizlar? Tanjoninglar sog'mi? Salomatchiliginglar yaxshimi? Allohning rahmat kunlaridan bir kuni mana o'tmoqda. Xudo xolasa Alloh subhanahu va taolo hammamizga kuch-quvvat bersin. O'zi panohida asrasin. Yana yil shu kunlarga yetishlikka Alloh nasib ro'za aylasin. Bir akamiz kommentariy yozibdi. Qushlarga qanaqa ko'katlar bersa foydali deb. Endi men aslan o'zim bergan narsani aytib o'taman. Kim qanaqa qilayotganini o'zi biladi. Hamma insonning o'zini menyusi. Har bir kafeda o'zini menyusi, o'zini fishkasi bor. Shu uchun biz ham qush boquvchi bir inson qatorida o'zimizning menyumiz bor. O'zimizni qushlarga beradigan fishkamiz. Men beradigan narsam salatoviy lis, rayhon, bazilika, inekegin, kabachok, brokoli, svitnoy kapusta. Mana rang berishni boshladik. Oraga qizilcha aralashtiryapman, sabzi aralashtiryapman. Sababi kraska berayotgan paytda qizilcha ham jigarni tozalashga juda foydasi bor-da. Jigarni tozalashga. Inekegin rayhonni asha Konstantin gaplashganimizda qushni ichi o'tgandan ham beri olish kerak. Qushni organizmini o'ta tozalaydigan narsa degan. Shu uchun beriladi. Nimani, kabachokni, brokolini, svitnoy kapustani o'ziga yarasha vitaminlar, asha yes bor va hokazo vitaminlar qushlarni ovqatini yaxshi hazm bo'lishi uchun, yengillatish uchun, bahorgi kayfiyat ulash uchun cho'jalar tezroq kattayishi, yaxshiroq kattayishi, bodri bo'lishi. Shu uchun shu narsalarni beraman. Unaqa qolgan ko'katlardan berilmaydi. 2 yil oldin ko'chadagi haligi boychachak debganmiz, u sariq ochiqlanadigan. Shunaqalardan, balobattallardan berganimda qushlarim hammasi koksidiyoz bo'lib qo'ygan. Ular zo'rga tuzatib olganman. Optimiga uni orasida bir 5 tasi dunyoda tark etgan. Yaxshi qushlar dunyoda tark etib yuborgan. Qolganlari yaxshi hayotda qolib qolgan. Xudoning qudrati bilan licheniya qilib, eplab o'ziga keltirib olganmiz. Shuning uchun to'g'ri kelgan ko'kat, to'g'ri kelgan narsani berib yubormayman. Sezonniy berilni borini oradi. Bugun kecha kuni qarasam, o'sha hamma qush tuloga konkretni tushyapti. Endi bizniki aytib o'tganimdek havo, pagoda shunaqa. Qushlar xudo xolasa 1,5 oyda tuloqdan chiqadi. Shun bilan ishlashni boshlaydi. Tabiiy ob-havomiz, tabiiy ob-havomiz 24-25 ga davr isiydi. U o'sha komnatniy temperaturamdan, hozirgi komnatniy temperaturam bilan ko'cha bir xil bo'lib qoladi. Ana shunda ham bo'lsa 1 oy bo'ladi bunaqa issiq. Qolgani o'sha 10 dan plus minus, tepa past 10 gradus issiqlik. Severda endi o'ta sovuq joylar. Shunga qushlar ishlayveradi endi. Ishlab tovashi tulab oldi. Ishlab tulaydigan payt ham damni beramiz. Endi iloji yo'q, klimat kontrolni sun'iy qilib o'zimiz zimmamizga olamiz-da. Boshqa iloji yo'q. Bo'lmasa bo'lmaydi. Situatsiya, vaziyatlar shunaqa. Ko'katlarga kelsak, ana shu ko'katlarni bersa yaxshi bo'ladi. Qushlarga foydaliroq. Ko'proq asha quyosh D, brokolida D bor, quyoshniki. Shunaqa narsalarni berish kerak. Olma ham o'ta oz beraman. Olmani ham unaqa ko'p bermayman. Tuxumni sarig'ini vobshe bermayman. Tuxumni sarig'ini umuman bermayman. Sababi tuxumni sarig'i qushlarni holatini buzadi. Bu yerda hozir bir Namangandan do'stimiz jo'natgan Telegramda qushlari birinchi chiqqanlari qanaqa bo'lgan, ikkinchi chiqqanlari mana. Birinchilarini ham ko'rsataman, ikkinchilarini ham ko'rsataman. Mana bu. Mana ikkinchi ochilingan, o'sha yashni mягкий qo'rin berib, bir narsalar berib, mana shunchalik rangni tozalagan. Birinchisini hozir ko'rsataman, birinchisi совсем boshqacha edi.
Mana mozaikani bollari, birinchi bollari. Birinchi holatda qanaqa darajada qizil chiqqan cho'chalari. Sariq, qizil. U ikkinchisi uje odamlar mehnat qilganlar natija qilyapti mana. Undan oldingisi bor. Mana mozaikaga prostoy qushni qo'shgan. Monolarni otasi ham bor bu yerda videoda. Assalomu alaykum. Video teskari qilsin mana. Mo onasi, ash cho'jalarning onasi mana. Ikkinchi kuni tuxum qo'ygan. Ikkinchi partiyaga diyor. Xudo xolasa. Otasini ko'r. Mana otasi. Otasi Shubati. Mana. Ikkalasini yuklaganman mana. Bu svitnoy qush narigi prostoy bo'lyapti. Hozir ikkinchi modeliga qo'shib qo'yaman. Endi mana o'sha haligi mana bollari. Mana shu bollari mozaika bilan prostoy oqdan chiqayotgan mana. Prostoy oq qushdan chiqqan bolasi mana. Ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti. Modani otasi limon bo'lgani uchun limon berib yuborgan. Onasi oq bo'lgan, mana oppoq chiqyapti. Bu qushlar kraska oldim olmadim bilmayman hozir. Bu xabarim yo'q. O'zi tashab bergani mana. Harakat qilganlar mana natijasini qilyapti. Endi eplab rezultatga erishyapti mana. Bu ikkinchi partiya, bu birinchi partiya. Shunaqa. Don hozir bu odam aytayapti, mana shu ikki cho'jam yana ham oqpoq chiqish kerak edi, oq chiqmadi. Nimadan deyapti? Donda raps bor, dondagi rapsni olish kerak. Tuxumni sarig'ini ko'p berib qo'yadigan. Tuxumni sarig'ini ham ovorish kerak. Bu qushlar, lixopromlar o'zlariga rang tortib oladigan qushlar. O'zlariga 100% rangni tortib oladigan qushlar. Shu uchun bundan juda ehtiyot bo'lish kerak. Bular rang tortib olsa iloj. Shu uchun maqsadga muvofiq bo'ladi. Donlarni ratsionini ushlash kerak. Iloji boricha rapsini olib tashlash kerak. Don Anvar don beraman deyapti. Anvar don o'zicha yaxshi don. O'zi uchun yaxshi don. Immindan lixopromlar uchun to'g'ri kelmaydi. Sababi uning ichida raps bor. Raps degan narsa qarama-qarshi keladigan narsa. Lixopromlarga polniy yog'ini olib tashlaydi. Yog'ini olib tashlaydi, sarg'aytirib tashlaydi qushlarni. Qisqaroq shunaqa vaziyatlar. Mana do'stimiz go'sht ko'rgisi kelmagan edi. Shunday odamlarni ko'rsatib qo'yardik, endi nima qilamiz? Mana u bolani ham gapida jon bor, o'zicha tomirida qon bor. Endi nima deymiz? Biz o'zimiz shaxsiyatimiz haqida gap bormayapti. O'sha payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgandek, bir insonni kimligiga qarama, nima deyotganiga qara degandek, nimani surati emas, qayerga qo'yib qo'yilyapti video, qayerga qo'yilmayapti. Gapirilayotgan gapdan foyda olayotgan bo'lsanglar bo'ldi. Gapirilayotgan gapdan. Endi haligi to'g'ri kelgan jinni ketdi narsalarni qo'yib, shaxsiyatli narsalar, balo-battallar, maqsad publikaga chiqib olib publikatsiya qilish emas. Publikani ichida rovna o'zini yo'lida, insoniylik holatida yosh bola emasmiz. Katta odam bo'lib qolganmiz. Alloh buyurib nasib qilsa, vaqt soati bilan qudandalik bo'ladigan odammiz. Shuning uchun chegaradan chiqmasdan har bir narsani o'z yo'lida qilish yaxshi deb o'ylayman. Maqsad odamlar manfaat topsa bo'ldi. Atak usiz ham o'zimizning ishimizni davom etkazib ketyapmiz. Xudo xolasa. Sog'lik, salomatchilikda ko'rish nasib qilsin hammamizga.
holat shu. Do'stim, xafa bo'lmaysiz. Yana bir go'shtlarni ko'rsatib qo'ydim. Mana sizga yoqadigan go'sht. Mana shu go'shtlar yoqsa kerak. Mana. Qushlarni ham ko'rsataman, qushlarni ham. Qush ko'rgisi kelyaptimi? Mayli endi, sabr qilasizlar. Bu videoda foydasi shu naushnikni quloqqa taqib telefonni bir yerga olib borib tashlab qo'yib, eshitib, foyda olinsa bo'laveradigan-da. Sog'likda, salomatchilikda ko'rish nasib qilsin, mayli, sog' bo'linglar. Qo'ldan kelganicha savollarga eplab javoblar topyapmiz. O'ylayman, kimlargadir manfaatli bo'ladi.